12 ming nafardan ortiq aholi istiqomat qiluvchi Karkidon shaharchasida Navro'z umumxalq bayrami katta ko'tarinkilik ruhida keng nishonlandi. Xususan, shaharchaning Bog'ormos mahallasidagi Ustozlar ko'chasida qadimiy an'analarimizga xos tarzda sumalak sayli tashkil etildi. Mahalla ayollari va onaxonlar birgalikda qozon atrofida jam bo'lib, ezgu niyatlar bilan sumalak kovlashdi. Jarayon tun bo'yi davom etib, tong otgungacha bayramona ruh, samimiy suhbatlar va milliy qo'shiqlar bilan uyg'unlashadi. Unda mahalla faollari, nuroniylar, xotin-qizlar va yoshlar ishtirok etib bayramga o'zgacha fayz bag'ishladilar. Bayram dasturxonlari milliy taomlarga boyligi bilan ajralib turdi. Jumladan qatlama, bo'g'irsoq va ko'k somsalar pishirildi. Osh damlandi. Yangragan kuy-qo'shiqlar sadosi ostida raqslar ijro etilib, bayramga yanada shukuh baxsh etdi. Tadbir davomida yurtimiz tinchligi, xalqimiz farovonligi va dasturxonlarimiz to'kinligini tilab duolar qilindi. Nuroniylar tomonidan aytilgan ezgu tilaklar bayramga yanada fayz va baraka baxsh etdi. Shu ustozlar mahallasi hammamiz tinchligimiz sog' bo'lsin. Topganimizga baraka bersin Alloh. Mana shu hayitlarni o'tkazib, bayram kunlarida mana shu sumalarni pishirib, hammamiz o'ynab, kulib bayramlarni qilib yuribmiz. Sumalar qaynatganlarni, hammalarning qanjoni sog' bo'lsin. Yana shu kunlarga o'ynab, kulib bo'lajaqlarimiz sog' salomat jamoat jamligida. Yetishini Alloh nasib qilsin. Ayniqsa yoshlar va bolalar uchun Navro'z haqiqiy quvonch ayyomiga aylandi. Ular vatan, tinchlik va bahor haqidagi she'rlarni ifodali tarzda yoddan aytib berdilar. Ularning sho'x kulgusi va yuzlaridagi beg'ubor tabassum barchaga ko'tarinkilik ulashdi. Quvonarlisi, Navro'z ayyomi arafasida Karkidon shaharchasi tashabbusli byudjet loyihasida yana bir bor g'oliblikni qo'lga kiritdi. Bu esa hudud ahlining hamjihatligi va farovonligining amaliy ifodasi bo'ldi. Semuanya